بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الحالات والأوقات والمجالس والدروس وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugungi suhbatimiz psixogenetika faniga bag'ishlanadi. Bu fanni insoniyat uchun va xosatan biz musulmonlar uchun qanchalik ahamiyatga ega, qanday uni zarurati bor. Xususan, iymonimizni shakllantirishda, diniy qadriyatlarimizni tiklashda va ulug' ajdodlarimiz yo'lini qayta ihyo qilishda qanchalik ahamiyatga ega, shu haqda suhbatlashamiz. Suhbatga kirishdan avval bu suhbatni shartlari, odoblari haqida qisqacha to'xtalib o'tsam. Mani suhbatimni uzoq vaqtdan beri tinglaydigan, eshitadiganlar bu odoblarni yaxshi bilishadi. Yangi kelganlar bo'lsa, xususan hozirgi mana shu kunlarda bo'lib o'tayotgan turli xil iftirolar, yolg'on iddaolar, mana xususimda aytilayotgan tuhmat toshlariga ishonib, aldanib, menga nisbatan negativ fikrda, salbiy fikrda bo'lib, nafrat va adovatda kelganlar agar oramizda bo'ladigan bo'lsa, shularga biroz ma'noda shu odoblarni eslatib o'taman. Nafrat, adovat, norozilik bu nafs illatlaridan bo'ladi. Istang bu gapni qabul qiling, istang qabul qilmang, bu o'zingizni ishingiz o'zingizga havola. Lekin shuni bilingki, modomiki hozir mana shu suhbat asnosida sizda shu adovat, nafrat, norozilikdan birortasi yoki hammasi jamlanib turar ekan, sizni qalbingiz berk bo'ladi. Nafs bilan qalb bir-biri bilan chiqishmaydi. Ikkisi baravar ishlamaydi. Biri ishlaganda ikkinchisi to'xtab turadi. Zamonaviy til bilan aytganda bloklanadi. Nafs ishga kirishgan paytda qalb bloklanadi. Nafsni fosh qilinadigan, uni tuzoqlarini, kirdikorlarini fosh qiladigan o'zini texnikalari bor. Qachon mana shu texnikalardan foydalansangiz, nafs o'zi bloklanadi. Keyin qalbga yo'l ochiladi. Uni davomiy ravishda undan qutulish yo'llarini hozir o'rgatmayman, balki qisqa muddatga bundan qutulib turish yo'llarini sizlarga o'rgataman. Buning uchun 5-6 marta chuqur nafas oling. Chuqur ichkariga nafas olib, chuqur tashqariga chiqaring. 5-6 marta. Xotirjamlik sizda paydo bo'lsin. Mana shu suhbat asnosida menga nisbatan nafrat, adovat, norozi bo'lishingizdan menga hech qanday foyda yoki zarar yo'q. Bo'lsa zarari faqat o'zingizga bo'ladi. Mana shu haqiqatni tushuning va tan oling, qabul qiling. Sizni ichki dunyoyingizda nafrat, adovatni turishligini menga hech qanday zarari yo'q. O'zingizga zarari bor. Shuning uchun unday fikrlardan suhbat tugaguncha tashqariga chiqib turing. O'zingizdan uni tashqariga chiqaring. Suhbatdan keyin yana istasangiz o'sha nafratingiz, adovatingizda bardavom bo'lavering. Yoqsa sizga marhamat, bemalol. Bu sizni o'zingizning hayotingiz, sizni o'zingizning tanlovingiz.
uni men sizga majburlamayman. O'zingiz ixtiyor qilasiz, o'zingiz tanlaysiz. Muhimi mana shu suhbat asnosida unga biroz nuqta qo'yib turing. Tormozini bosib qo'ying. Hech qanday xayol o'ylarni o'ylamang. Baribir agar mana shu suhbatni eshitishni niyat qilgan bo'lsangiz, boshqa ish bilan shug'ullana olmaysiz. Miyangizga keladigan turli xil o'y fikrlarni ham to'xtatib turing. Mana shunda sekin asta qalbga yo'l ochiladi. Qalb sekin eshitishni boshlaydi. Qalbdan xavotir olmang. Alloh subhanahu va taolo qalbni o'zi shunday yaratganki, u haqiqatni bittada taniydi. Ko'radi-yu, meniki deydi. Aynan mana shu meniki, menga tegishli, menga kerak deydi. Boshqasi bilan men qiziqmayman deydi. Ana shu holatni biz paydo qilib berishimiz kerak, nafsga yo'l ochib berishimiz kerak. Bu bizning vazifamiz. Buni menga ergashganlar juda yaxshi bilishadi. Demak, mana ilk marotaba suhbatimni eshitayotganlar uchun suhbatni eshitish odoblari, shartlari mana shulardan iborat. Endi ikkinchi shartimiz, suhbatga kirishdan avval A nuqtamizni belgilab olamiz. A nuqta nima u? Men har doim menga ergashganlardan A nuqtani belgilashni talab qilaman. B nuqtaga borganda o'zgarganlik holatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishliklari uchun. Va bu ularga odatga aylanib ketgan. A nuqta nimani bildiradi? Mana shu suhbatimga kirguningizga qadar sizni o'zingizni holatingiz, hayotingiz, ibodatlaringiz, Alloh bilan bo'ladigan munosabatlaringiz qanday baho bilan uni belgilaysiz? Qanchalik mamnunsiz? Yaxshi deyish oson. Bundan shu ma'noni tushunish kerakki, agar bundan ham ko'ra yaxshiroq, bundan ham ko'ra mamnunroq bo'ladigan holat bo'lsa, buni qabul qilasizmi degan savolga javob bering. Bundan ham ko'ra yaxshirog'ini istardim-u, lekin yo'lini bilmayman desangiz, demak siz mamnun emassiz. Eng oliy a'lo darajada emas. Yo'q, bundan ortig'i bo'lmaydi, menga kerak emas. Menga mana shu yetarli, kifoya deydigan bo'lsangiz, shuni belgilang. Yo'q, agar bundan ham ko'ra yaxshiroq imkon bo'ladigan bo'lsa, meni hozirgi holatimdan, Robbim bilan aloqa qilishimdan, u bilan munosabatlarni tiklashimdan, unga ibodat qilishimdan men mamnun emasman. Qaysidir ma'noda mamnuniyat bor, lekin buni yana ham ko'tarish, yuksaltirish niyatim bor. Imkoni bo'lsa qilardim, lekin shuni ko'rmayapman imkoniyatini. Bilmayapman desangiz, demak siz hali mamnun emassiz. Buni yana ham boshqacharoq misoli bor. Tasavvur qiling, ayni mana shu hozir, shu soatda, shu daqiqada o'lim farishtasi kelib sizdan omonatni talab qildi. Joningizni oldi-yu, to'g'ri Allohning huzuriga olib borib, uni qarshisida sizni hisob-kitob uchun tikka qo'ydi. Qani endi aytingchi? Mana shu hayotda siz yashab o'tganingiz, shu soatgacha sizni o'zingizni hayotingiz, o'zingizni aqlingiz bilan o'zingiz topgan hayotingiz. Ana shu Allohning huzurida, maqomullohda najot topib ketishingizga, yengil hisob bilan qutulib chiqib ketishingizga ishonchingiz komilmi? Vijdonan shunga javob bering. Ayni shu soatda hozir Allohning qarshisiga ketsangiz,
maqomullohda hozir bo'lsangiz, yengil hisob bilan qutula olishingizga ishonasizmi? Demak, mana shu sizni A nuqtangiz. Buni istasangiz daftaringizga yozib qo'ying. Javobingizni. Menga uni qizig'i yo'q. Sizga kerak uni javobi. Demak, buni vijdonan yozing. Insof bilan yozing. O'zingizni aldamang. Aldaganingizdan menga foyda yoki zarar yo'q. Bu holatni foydasi ham, zarari ham faqat o'zingizga. Ana endi shu shartlarni bajarib biz suhbatimizni asosiy qismiga kiramiz. Psixogenetika bu zamonaviy fanlar turkumiga kiradi. Uni kimlardir bir johil, nodonlar o'ylagandek ilmsiz, firibgar, muttahamgarchilik bilan shug'ullanadigan, odamlarni boshini aylantirib, faqat pulini shiladigan aferistlar, muttahamlar o'ylab topmagan. Psixogenetika fanini o'zini tushunchasi bor. Buni tushunmagan odam hozirgi aytilingan muttahamlarga teng qatorda qo'yib qo'yishi turgan gap. Ezoterika, numerologiya, astrologiya, yana shunga o'xshagan. Bular ilm emas. Buni mutaxassis olimlar, ilmlilar o'ylab topmagan bu narsalarni. Lekin psixogenetikani haqiqiy mutaxassislar kashf qilgan. Orasida yer bilan osmonchalik katta farq bor. Hatto ba'zi tili uzun, aqli kalta nodonlar ana o'shandaylarga tenglashtirib izohlarda menga nisbatan haqoratlar qildi. Qayerda men ezoterika, numerologiyalarni, astrologiyalarni ishlatdim? Qayerda? Lekin menga shunday tuhmatlar qilishdi. Zamonaviy fanlar bular dunyodagi insoniyatni taraqqiyot garovi hisoblanadi. Insonni ichki dunyosini G'arb aholisi chuqur o'rgandi oxirgi 100 yillikda. Aynan mana shu insonni ichki dunyosini o'rganish orqali juda katta ilmiy kashfiyotlar kashf qilishdi. Jumladan mana shu zamonaviy ilmlarga asos solishdi. Hammasi mana shu biz insonni ichidagi ichki dunyosini o'rganish orqali yuzaga keldi bu. Insonni miyasini ko'proq o'rganildi. Miya qanaqa bu a'zo? U qanaqa ishlaydi? Qanday qismlarga bo'lingan? Har bir qism nimalarga javob beradi? Nima ishlar qiladi? Qanday ishlaydi bu? Juda ham ko'plab kashfiyotlar qilishdi, lekin hali hanuz oxiriga yetishmadi. Miya haqidagi g'arb olamini erishgan yutuqlarini juda ham oz qismi hozir tashqariga chiqarilgan. Kim miya haqida hozir gap gapirayotgan bo'lsa, farqi yo'q, u olim mutaxassis bo'ladimi, bo'lmaydimi? Miyani hamma sekretlarini bilmaydi. Bir qisminigina gapirayotgan bo'ladi. Qolgan eng asosiy qismi ular o'zlarida sir tutishyapti. Uni tashqariga chiqarishmaydi. Ularning 100 yillik umri ketdi. Son sanoqsiz milliardlab dollar puli ketdi o'sha sir asrorlarni o'rganishga.
Mana o'sha sir asrorlar natijasi o'laroq azizlar, biz telefon tutyapmiz, kompyuterdan foydalanyapmiz, internetdan foydalanyapmiz, internet tarmoqlaridan foydalanyapmiz, sun'iy intellekt chiqdi, undan foydalanyapmiz. Yana boshqa ko'plab zamonaviy texnologiya rivojlanishlar aynan inson miyasini o'rganish orqali yuzaga keldi. Inson miyasini qanday ishlashini o'rganganlaridan keyin aynan shuni hayotda uni tatbiq qilishdi va kompyuter shaklida uni kashf qilishdi. Kompyuter va smart telefonlar bizni ayni miyamizni o'zi, lekin boshqacha ko'rinishda, boshqacha formatda. Miyamiz Alloh yaratgan maxluqot. Kompyuter va telefon insonlar yaratgan jihozlar. Albatta Allohni yaratgani mukammal. Lekin shunda bo'lsa ham men sizlarga bir haqiqatni aytay. Mana shu qo'limizdagi telefon va kompyuterlar. Undagi 100% imkoniyatidan har bir inson mutaxassisligiga ko'ra 1-2% dan 10-15% gacha foydalanadi. Undan ortiq foydalana olmaydi. Eng oddiy insonlar telefon va kompyuterdan 1% foydalansa ham katta gap. Uni imkoniyatlaridan. Qolgan foizlardan foydalana olmaydi. Chunki aqli yetmaydi, bilmaydi, bilimi yo'q. Mutaxassisligiga ko'ra bu 10-15% gacha chiqishi mumkin. Lekin bundaylar juda oz. Aksariyat kishilardan oladigan bo'lsak, 3-4% atrofida foydalanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'niki bizni qo'limizda o'sha ishlatib turgan telefonlarimiz, kompyuterlarimizni imkoniyatidan shu darajada oz foydalanamiz. Undan maksimum darajada foydalana olmaymiz. Sababi bilimimiz yo'q. Bilmaymiz qanaqa qilib foydalanishni. Miyamiz ham xuddi shundoq azizlar. Alloh subhanahu va taolo bizga shunday imkoniyatlarni berganki, nari borsa 1% yo 2% dan foydalanamiz xolos. Bizni ichki olamimiz shu darajada bir mo'jizalarga boyki, biz bu haqda umuman bosh qotirmaymiz, o'ylab ham ko'rmaymiz. Bizga bir yutuqqa erishganlarni ketini kovlash qiziq. O'sha ish bizga yoqadi. Shu bilan ovoramiz. Hayotimiz shu bilan o'tadi. O'shaning uchun ham musulmon ummati bu asrda qarasak, har narsada orqada. Chunki orqani kovlash bilan ovora. Musulmon ummati ishlab chiqqan na bir dona telefon yo'q, na bir dona kompyuter yo'q, na bir dona internet tarmog'i yo'q. Hammamiz ko'zimizni uzolmay foydalanadigan Telegramdir, Instagramdir, Facebookdir, yana boshqalardir. Hammasi mana shu g'arb mutaxassislarining ixtirosi, ularning kashfiyoti. Mana shuning uchun azizlar, biz ko'p o'rinda katta xatolarga yo'l qo'yamiz. Rivojlanish o'rniga tanazzulni, inqirozni ixtiyor etamiz, tanlaymiz. Insonning ichki dunyosi, bu Allohning yaratgan qonun-qoidalar. Bizni yaratgan paytda mana shu ichki dunyoyimiz bilan birga qo'shib yaratgan. G'arb mutaxassislari, kofirlar, Allohga iymon keltirmagan taqdirda ham ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlab turgan narsasiga
guvohlik beradi. Shunga iymoni bor. Uni yaratgan Allohga emas, ko'zi bilan ko'rib turgan narsasiga iymoni bor. Ular mana shu insonning ichki dunyosini o'rganib, qanday tartibda ishlashi, qanday holatda yuzaga kelishini o'rganib, neyrobiologiya, psixologiya, psixogenetika, psixosomatika, kvant olami, liderlik qobiliyatlari, salohiyatlari kabi juda ko'plab zamonaviy fanlarga asos solishdi. Hammasi mana shu insonning ichki dunyosini o'rganish orqali yuzaga keldi. Bularni men 100% har tomonlama dinimizga, shariatimizga to'g'ri keladi demayman. Lekin ko'p joyi to'g'ri keladi. Ko'p joyi bizni ajdodlarimiz ilmlaridan o'zlashtirilgan hattoki. Mana shuning uchun 1,5 yil avval psixogenetika to'g'risida ham sizlarga deyarli bir 2 soatlik suhbat qilib bergan paytimda aytganman. Endi islomiy psixogenetika, islomiy psixologiyaga asos solish vaqti keldi. Dinimizga o'sha to'g'ri kelmaydigan unsurlarini chiqarib tashlab, qolgan joylarini olib o'zimizdan yana boyitib, bu narsani bizga fan sifatida berish vaqti allaqachon kelgan. Bugun sizlarga uni qanday foyda manfaati bor, shu haqda ochib beraman. Avvalo psixogenetika so'zini ta'rifi. U nima? Nima ma'noni anglatadi? Psixogenetika so'zi ikkita so'z turkumidan, birikmasidan hosil bo'lgan. Psixologiya va genetika so'zini birikmasi. Genetika insonni irsiyati. Bu uni jismidagi genlari bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni o'rganuvchi fan. Biz aslida o'zi psixogenetika fani bilan insoniyat yer yuzida paydo bo'libdiki, bugungi kungacha hammamiz shug'ullanamiz, hammamiz undan foydalanamiz. Lekin uni psixogenetika ekanligini bilmaymiz. Hammanglar foydalansizlar bundan. Shu psixogenetikaga tosh otadiganlarning hammasi sizlar ham shug'ullangансizlar. Lekin uni psixogenetika ekanligini bilmagansizlar. Bilmagan, nodonlik qilgan narsalarga sizlar tosh otyapsizlar. Masalan, bizga ko'p gapirilgan, biz ham farzandlarimiz borasida shu so'zlarni ko'p qo'llaganmiz. Ota-onalarimizga o'zlarining ota-onalari qo'llagan. Ya'niki hamma qo'llaydi buni. Butun dunyo, millat, xalqi qo'llaydi bundan, psixogenetikadan. Lekin uni psixogenetika ekanligini bilmaydi. Masalan, burnimiz bizni yaqin qarindoshlarimizdan qaysidir bir qarindoshimizga o'xshaydi. Sani burning amaqiyni burnidan, sani ko'zing ammangni ko'zidan, sani yuzing xolangni yuzidan, sani jussang tog'angnikiga tortgan. Tushunyapsizlarmi? Buni hammamiz qo'llaymiz. Mana shu jismiy ma'noda genetika deyiladi shu. Endi bu genetika bo'lsin, epigenetika bo'lsin, psixogenetika bo'lsin, bu atamalar kofirlar o'ylab topgan atamalar. Bizga yoqadimi, yoqmaydimi, ular asos solgan. Biz musulmonlar orqada qolganimiz uchun endi majburmiz ular atagan istilohlarda, terminlarda biz ham ulardan foydalanib gapirishga majburmiz. Yoqsa ham, yoqmasa ham. Aslida o'zi qoida bo'yicha la mushahhata fil istiloh deyiladi. Istilohdan foydalanishda hech qanday zararli joyi yo'q. Istilohdan foydalanish na iymonga zarar beradi, na foyda keltiradi. Hech narsa qilmaydi. Ana endi xuddi shu holatni yana boshqacha ko'rinishi bor. Genetika demak bu jismga bog'liq masala. Ko'z, quloq, burun, og'iz, hokazo kabi jasad, qo'l, oyoq. Gapiramiz, qo'ling falonchini qo'liga o'xshabdi, oyog'ing falonchini oyog'iga o'xshabdi deymiz. Hammamiz foydalanamiz bu gapdan. Bu genetika.
ana endi ko'zga ko'rinadigan lekin jismga oid bo'lmagan holat bor. Bu xarakter, qiliqlar, fe'l, ish, harakatlar. Undan ham biz keng ko'lamda foydalanamiz. Kimnidir gapirishini aytamiz. Sen palonchiga o'xshab gapirasan. Sen palonchiga o'xshab kulasan. Sen palonchiga o'xshab xatti-harakat qilasan, yurasan, egilasan. Mana shu harakatlaring, qiliqlaring palonchini menga eslatyapti. Palonchiga o'xsharkansan deymiz. E'tibor beringlar. Bu qiliqlar, ish, harakat, fe'l. Jism emas. Mana shu psixogenetika. Psixologiya insonning o'zi xarakteri degani. Uni tabiati. Bir nimalarni yoqtirish, yoqtirmasligi, qilish, qilmasligi. Insonning o'zini psixikasiga, nafsoniyatiga oid bo'lgan, bog'liq bo'lgan masalalar. Buni gen darajasida, seni bu qilig'ing palonchiga o'xshabdi deb gen darajasida gapirilishi bu psixogenetika. Ruslarda bir maqol bor. Yablaki от яблони далеко не падают degan. Ya'ni olma daraxtidan uzoqqa tushmaydi. Misol uchun bizda bir qanday xulq, atvor, fe'l bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning yaqinlarimizdan, aka-ukalarimizdan, ota-onamizdan, amaki tog'alarimizdan yoki amma xolalarimizdan bizga o'tgan bo'lishi ehtimoli katta. Oyi dodalarimizdan masalan. Kattalarimiz misol uchun ko'p eslab gapiramiz shu narsani. Seni yurishing rahmatli oyingni shunaqa yurardi yoki rahmatli dodang shunaqa yurardilar. Qo'llarini mana shunaqa boylab yurardilar degan gaplarni ko'p qo'llaymiz. Mayli, hamma insonlarda bo'lmasa ham ba'zi insonlarda qo'llaymiz. Mana shu gen darajasida undan bunga shunday holatlarni o'tib kelishi. Bu qiliq, harakatlar. Shuni psixogenetika deydi. Mana shu harakatlarni psixogenetika fani o'rganadi. Endi sizlarda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Nima foydasi bor buni o'rganishdan? Johillar, nodonlar tushunmaydi, bilmaydi. O'shandan bunga toshlatadi. Demak, mana psixogenetika haqida biroz bo'lsa ham yengil, sodda shaklida tushuncha paydo bo'ldi. O'zimiz undan har kuni kundalik hayotimizda foydalanamiz, lekin uni psixogenetika deb nomlanishini bilmaymiz. Ana endi bildik. Endi uni bizga nima keragi bor? Biz musulmonlarga uni nima foydasi bor? Foydasi shundaki azizlar. Hozir sizlarga gen darajasidagi boshqacha ko'cha tilida, ya'niki o'zimizning xalq tilida aytganda, tug'ma tarzda ko'chib o'tgan qiliqlar, fe'l harakatlarni tanishdik. Tushunyapsizmi? Buni inkor qila olmaysiz. Inkor qila olmaydigan darajada men sizlarga misollarni keltirdim. Hayotda bitta ikkita emas, son sanoqsiz to'lib toshib yotibdi bunday misollar. Biz ko'proq mana shu tug'malariga e'tibor beramiz. Mana shu palonchi qarindoshingdan senga shunaqa qiliq o'tgan, o'shanaqa gapirasan, o'shanaqa kulasan, o'shanaqa xatti-harakat qilasan degan gaplar bu tug'ma. Yoshlikdan shunaqa shakllangan. Buni biz ko'rib darrov bilamiz. Palonchiga o'xshadingsan deb. Endi azizlar, mana shu nuqtada biz ikkiga ajratib oladigan va eng muhim nuqtaga kelyapmiz. Boyagi jismga tegishli bo'lgan qismi genetika.
u boshqa bitta narsa. Bu alohida bitta mustaqil fan. Psixogenetika ikkalasi bir-biriga yaqin bo'lsa ham, bu alohida edi fan. Ko'ryapsizlarmi? Genetika jismni o'rganadi. Psixogenetika shu jism bilan sodir etiladigan qiliqlarni, harakatlarni o'rganadi. Va mana shu narsa gen darajasida bo'ladi. Insonning o'sha DNKsida bo'ladi. O'sha harakatlarni sodir etishi. Avtomat tarzda o'zi anglamagan, sezmagan ataylab qilmaydi uni. Tabiatan shunday o'zi bajarib qo'yadi shu ishni. Va uni doim bir xil tarzda bajaradi. Bu o'sha uni genida, DNKsida shu narsa borligini bildiradi. Endi azizlar, eng muhim nuqta shundaki, psixogenetika fani nima deydi? Aynan o'sha gen DNKlarni o'zgartirsa bo'ladi deydi. Istang u tug'ma bo'lsin, istang tug'ma bo'lmasin. Himmat 700+ loyihasiga kelib, birdaniga hayotida katta o'zgarishga duch kelganlar ham aynan mana shu asosda o'zgaryapti. Psixogenetikani men keng qo'lamli tarzda undan amaliyotga foydalanayotganim uchun. Katta o'zgarishlarga tez fursatda erishishliklarining sababi mana shunda. Bu borada men o'zimni alohida uslubimni kashf qilganman. O'zimga xos bo'lgan manhajimni, uslubimni ixtiro etganman. O'shani menga ergashganlarda men qo'llayman. Hammamiz hatto mana shu psixogenetikaga tosh otayotganlar ham, musulmonlarning hammasi xohlaymiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaysidir jihatdan bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham o'xshashni, makorimul axloqlaridan birorta bir xulqni o'zlashtirsak ekan degan orzularimiz bor. Yo, yo'qmi sizlarda? Menda masalan bor. Menga ergashganlarda ham bor bunaqa narsa. Va erishib kelishyapti alhamdulillah. Xuddi shuningdek buyuk sahobalar qissalarini o'qigan paytimizda u yoki bu sahobani go'zal xulq sohibi ekanligini ko'rganimizda havaslarimiz kelib ketadi. Neydi men ham shundoq bo'lsam deymiz. Yo'inki salaf solihlarning hayotlaridan kimlarnidir, qaysidir bir azizlarimizni o'qigan paytimizda ham ularda ham mana shunday bir go'zal xulqlarni namunasini ko'rgan, guvoh bo'lgan paytimizda xuddi shunday xohish istaklarimiz jo'sh urib ketadi. Qaniydi men ham shundoq bo'lsam, shunday ishlarni qilsam, shunday xulqlarga ega bo'lsam edi deymiz. Kimlardir buni maqsad qiladi, urinadi, harakat qiladi, erisha olmaydi. Qani o'zingiz aytingchi, mana shunday holatlarni hayotingizda necha marta uringansiz? Ana shunday bir go'zal xulq sohibi bo'lishga necha marta harakat qilgansiz? Va hammasida muvaffaqiyatsizlikka uchragansiz. Sabablarini hali hanuz bilmaysiz. Men sizlarga sabablarni ochib beraman. Bu 100% psixogenetika fanini bilmaslikka borib taqaladi. Psixogenetika fani o'tmishda o'tgan ulug'larni ham hayotlarini tekshirgan, ularni psixikalarini, xarakterlari, qiliqlari, hokazo kabi holatlarda ham o'ta sinchkovlik bilan qiziqqan. Qanday qilib ularda bu narsa shakllanganligini
DNK darajasida, gen darajasida ular buni kashf qilib berishgan. Eng muhimi azizlar, bu narsani har bir inson har kimdan ola oladi buni. Istang yaxshi insondan oling, istang yomon insondan oling. Uni ham epla olasiz, buni ham epla olasiz. Sizga gen darajasida DNKda o'zgarish bera oladi. Lekin buni o'zini sekretlari bor. O'sha sekretlarni qo'llasangizgina bunga erishasiz. Bo'lmasam erisha olmaysiz. Mana shu sekretlarni bilmaganingiz uchun ham necha marta hayotingizda urinib ko'rgansiz. O'zgarishga, o'zgara olmagansiz. Harakat qilgansiz, o'xshata olmagansiz. Doim muvaffaqiyatsizlikka uchragansiz. Boshlashingizdan oldingi A nuqtangiz qanday bo'lsa, aylanib baribir yana shu A nuqtaga qaytib kelib qolgansiz. Hali hanuz o'sha A nuqtadasiz. Aynan mana shu psixogenetika fani bilan asrlar osha, 1000 yildan oshiq tasavvuf shayxlarimiz shug'ullanishgan. Lekin uni bunday nomlashmagan. Ularning nomi ruhiy tarbiya, nafs tarbiyasi, nafs tazkiyasi kabi ismlar bilan nomlangan bo'lgan. Lekin maqsad bitta bo'lgan. Nom har xil bo'lgani bilan natija bir xil bo'lgan. Tasavvuf shayxlarini qo'liga tushgan muridlar vaqt o'tib tamomila boshqa insonga aylangan. Boshqa qiliqlar qiladigan, boshqa xatti-harakat, fe'l, ish, harakat sodir qiladigan insonlarga aylangan. Gen darajasida o'zgargan. Mana shuni psixogenetika deyiladi. Siz psixogenetikani inkor qilyapsizmi? Aniq bilingki, ajdodlarimiz 1000 yillar osha, asrlar osha qo'llab kelgan tasavvufni inkor qilyapsiz. Chunki bu ikkisi nomlari boshqa bo'lsa-da, ayni bitta narsa. Sizlarga buyuk o'tmishda o'tgan ajdodlarimizdan birlarini misolini aytaman. Ajdodlarimiz deyishimdan murod u bizni o'lkalardan chiqmagan bo'lsa-da, musulmonlardan bo'lganligi, musulmonlarga rahnamo bo'lganligi, o'z davrida yetuk katta olim bo'lib, katta ishlar qilganligi sababli ajdodlarimiz deyman. Garchi bizni o'lkalardan necha ming kilometr chandon uzoqda tug'ilib yashab o'sgan bo'lsa ham. Islom o'lkasining g'arbiy eng chekkasida Andalusiya degan davlat bo'lgan. Hozirda u yo'q bo'lib ketgan. Mana shu Andalusiyada tug'ilib o'sgan Yahyo ibn Yahyo al-Laysi al-Andalusi rahmatullohi alayh. Madinaga kelib Imom Malik rahmatullohi alayhdan 20 yil davomida ta'lim oladi. 20 yil shogird bo'ladi, dars o'qiydi. Imom Malik rahmatullohi alayhdan hamma ilmlarni o'zlashtirib olib bo'lgandan keyin ijoza oladi. Imom Malik unga oq fotiha beradilar. Lekin hamma shogirdlar, tolibi ilmlar kabi uyiga oshitmaydilar. Shoshib Imom Malikni tark etmaydilar. Ilm o'qib bo'ldilar, hamma narsani olib bo'ldilar. Endi Madinada yana 1 yil qoladilar. 1 yil endi dars o'qimaydi. 1 yil mobaynida u Imom Malikni kuzatadi. Imom Malik rahmatullohi alayh qanaqa o'tiradi, qanaqa turadi, qanaqa yuradi, qanaqa gapiradi, qanaqa dars o'tadi, qanaqa odamlar bilan munosabatda muomala qiladi, qanaqa kitob ko'taradi, qanaqa kitob varrolaydi. Ya'ni qanaqa deganda u qanday xatti harakatlar sodir etadi. Qanaqa qiliqlar qiladi. Imom Malikdan qanday fe'llar, ish harakatlar sodir bo'ladi, qanday kuladi, qanday yig'laydi,
hammasini o'rgandi. Faqat mana shu kuzatish orqali 1 yil kuzatdi. Shunchaki kuzatgani yo'q. U bizni bugungi tilimiz bilan aytganda Imom Molik rahmatullohi alayhini to'liq skaner qildi. Kserokopiya qilib o'ziga singdirdi. U Yahyoni Madinada ko'mdi. Suratda Yahyo, ammo ichki dunyosida Imom Molikka aylandi. Imom Molikni to'liq o'ziga joylab oldi. Yurtiga endi Yahyo bo'lib emas, Imom Molik bo'lib qaytdi. Va butun Andalusiyada Moliki mazhabni keng yoyilib ketishda eng asosiy jonbozlik qilgan insonlardan bo'ldi. Endi azizlar, sizlarga aytar gapim shuki, ana shu 1 yil mobaynida Yahyo ibn Yahyo al-Andalusiy rahmatullohi alayhi qilgan ishi bu psixogenetika bo'ladi. Men Himmat 700+ loyihasiga asos solgan paytimda menga ergashganlarga aytganman. Ajdodlarimizdek Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziylarni yana qayta dunyoga keltirish oson ish, mumkin ish, qiyin ish emas bo'ldi. Bizning yo'limiz mana shu yo'l. Ajdodlarimiz yurgan yo'lni yana qayta tiklash, yana ajdodlarimiz kabi ichimizdan Imom Buxoriylar, Imom Termiziylarni yetishtirib chiqarish. Buning uchun biz mana shu psixogenetika faniga o'ta muhtojmiz. Tasavvuf madrasalari ham aynan mana shu psixogenetika bilan shug'ullangan. Lekin bunday nomi bo'lmagan, bunday nomlamagan. Nafslarni 5 xil darajasi borligi hammaga ma'lum. Nafsi ammora, nafsi lavvoma, nafsi mulhima, nafsi mutmainna, nafsi rodiya mardiya deb nomlanishi hammaga ma'lum, mashhur. Bu nafslarni darajasi bosqichma-bosqich birinchi etapdan ikkinchi etapdan uchinchisiga chiqadigan darajalar. Va shuni eng quyida nafsi ammora bisu degani turadi. Yomonlikka, gunohga o'ta ko'p buyuruvchi nafs. Darsimizni boshida sizlarga nafrat, adovat, norozilik haqida gapirdim. Mana shu nafsi ammoradan bo'ladi. Ichingizda adovat, nafrat, norozilik, g'azab bormi? Bilingki, sizda hali hanuz nafsi ammora faollashib turibdi. U hali ham aktiv. Bu degani nima degani bu? Bu azizlar, bunday nafs hali tarbiyalanmagan, betarbiya nafs degani bu. Tasavvuf maktablari mana shu betarbiya nafsni olib tarbiya qiladi. Uni qiliqlarini o'zgartiradi. DNK darajasida o'zgartiradi. Gen darajasida o'zgartiradi va uni keyingi bosqichga, nafsi lavvomaga olib chiqadi. Bu degani nima degani bu? Zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, azizlar, buni hammasini Alloh taolo yaratgan. Suhbatimizni boshida aytdim. Insonning ichki dunyosini o'rganish orqali bu fanlar yuzaga keldi, vujudga keldi dedim. Bu Alloh taoloning yaratgan qonun qoidalari. Istang qabul qiling, ishoning, istang rad qiling, inkor qiling. Hech narsa o'zgarib qolmaydi bu bilan. Bu Alloh taoloning yaratgan qonuni shunday. Nafsi ammorani Alloh taolo hammada bir xil qilib yaratadi. Bir xil qilib yaratadi degan gapni sizlarga zamonaviy tilda tushuntiraman. Telefon, kompyuter kabi jihozlarni sizlarga men bekorga
bejizga so'z boshida aytmadim. Mana shu kompyuter yoki telefon ma'lum programmalar asosida ishlaydi. Misol uchun bizga Telegram kerakmi? Telegram programmasini o'rnatib olamiz. Undan keyin Telegramdan foydalana olamiz. Agar o'rnatmasak, qanchalik xohlamaylik, qanchalik urinmaylik, Telegramni ishlata olmaymiz. Chunki o'rnatmadik. O'rnatganimizdan keyin osonlikcha undan foydalanamiz. Qolgan programmalar ham xuddi shunday. Endi u programma nima u? Bu programma ma'lum kodlardan iborat. Bizning ichki dunyomiz ham xuddi shunday kodlardan iborat. O'sha DNK genlar ham kodlardan iborat. Qaysidir bir programma sizga yoqmay qoldi. Telefoningizda yoki kompyuteringizda. Ustasiga olib borasiz, yangisini o'rnatib beradi. Xuddi shunday azizlar bular. Mana shu ichki dunyoyimizdan olindi bu telefon va kompyuterlar. Bu genlarni, kodlarini o'zgartirish mumkin. İmkonli ish bu narsa. Mana sizlarga haqiqiy hayotiy misol keltirdim. Imom Yahyo ibn Yahyo rahmatullohi alayh o'zini ichki Yahyo degan kodini Imom Malikning kodiga almashtirdi, o'zgartirdi. Ajdodlarimiz doim qilishgan bu ishlarni. Shuning uchun ham ajdodlarimizdan buyuklar chiqqan. Bizdan hali beri chiqmaydi bunday buyuklar. Chunki biz orqani kovlash bilan ovoramiz. Shuning uchun ham orqadamiz biz. Tasavvuf maktablari ham mana shu kodlarni o'zgartirish bilan mashg'ul bo'lgan. Lekin ularda nomlar, istilohlar boshqacha bo'lgan. Mana shuning uchun ham bugungi kunga kelib biz tasavvuf kitoblarini, 1000 yil oldingi yozilgan tasavvuf kitoblarini o'qiymiz, tushunmaymiz azizlar. Agar tushungan bo'lganinglarda buni hayotga tatbiq qilib qo'ygan bo'lardinglar. Shuning uchun sizlarga bir eng muhim sekretni aytaman. Men o'zimni hayotimni sekretlar asosida yashashga bag'ishlaganman. Sekretlar asosida yashayman. Sekretlar asosida fikr yuritaman. Sekretlar asosida amal qilaman, harakat, ish, qiliq qilaman. Shuning uchun menda tamomila boshqacha natijalar bo'ladi. Har kimni ham aqli yetavermagani uchun ham buni nomini sekret deb qo'yganman. 6 ta maqolada ham juda ko'p sekretlar berdim. Aksariyatni bunga aqli yetmadi. Sekretlarni ustidan kulib haqoratladi. Bilganda edi. Uni naqadar bebaholigini boshqacha munosabatda bo'lgan bo'lardi. Psixogenetikani foydasi azizlar. Bizdagi mavjud bizga yoqimsiz kodlarni almashtirishdan iborat. Bizga yoqadiganiga. Sizlarga mana so'z boshida A nuqtalarni belgilaylar dedim. Juda ko'p martalab bu A nuqtadan chiqib ketishga uringansizlar. Lekin eplolmagansizlar. Va eplolmaysizlar ham. Nega? Chunki sizlar bu kodlarni bilmaysizlar. Bu kodlarni qanday qilib almashtirish, o'zgartirish yo'llarini, sekretlarini bilmaysizlar. Noto'g'ri foydalanasizlar, o'xshamaydi, chiqmaydi, bir urinasiz, 2 urinasiz, 3 urinasiz, oxiri zerikib tashlab ketasiz. O'shaning uchun ham sizlarda o'zgarish yo'q. Bu sekretlarni bilganim uchun, menga ergashganlarda qo'llaganim uchun ularda juda ham katta, tez fursatda o'zgarishlar ro'y beryapti. Buni o'zlarini hayotida ko'rib hayratda qolishyapti. Umri davomida erisha olmagan yutuqlarga qisqa fursatda tez, oson yo'l bilan erishishyapti. Bejizga men sizlarga A nuqtalarni belgilatib qo'ygan joyim yo'q. Alloh taolo har bir ishni 1001 hikmat bilan qiladi. Hech qachon bitta maqsad bilan qilmaydi bitta ishni. Oqil inson
Allohdan o'rnak oladi, namuna oladi. Har bir ishida u ham birdan ortiq maqsadlarni qo'yadi. Bitta ishda bitta maqsad bo'lishligi insonni ojizligi, zaifligi alomati. Aqli undan boshqasiga yaramasligini alomati. Bitta ishda ikkita yoki undan ortiq ishni maqsad qo'ya olmasligi bu insonni aqli ojizligini alomati. Aqli ojiz degani jinni, tentak, esi yo'q degani emas. Rivojlanmagan aql. Katta ishlarni bu aql bilan qilib bo'lmaydi degan. U faqat burni atrofidagi narsalarni ko'radi xolos. Qo'y kabi faqat yerga egilib oyog'ini ostidagi o'tni ko'radi. Dunyodagi boshqa imkoniyatlarni ko'ra olmaydi. Endi azizlar, sizlarga men bir narsani aytsam, bu ham haqiqat. Istang qabul qiling, istang qabul qilmang. Bu ko'proq menga nisbatan salbiy fikrda, nafrat va adovatda bo'lganlarga yo'naltirilgan gap. Ana shu sizning hayotingiz. O'ylaymanki, aminmanki, A nuqtangizni belgilaganingizda mamnun emasligingizni yozgansiz. Bundan ham ko'ra yaxshiroq hayotga chiqish imkoni bo'lsa, chiqishni yozgansiz. Allohning huzurida tursangiz, yengilgina, osongina qutulib keta olmasligingizni aniq tushunib anglab yetgansiz. Insof bilan, vijdon bilan yozgan bo'lsangiz, mana shunday javob chiqqan. Endi aytingchi, bu hayotni sizga kim berdi? Aynan mana shu siz mamnun bo'lmayotgan, siz norozi bo'layotgan, Allohning huzuriga shu hayot bilan borsangiz, osongina, yengilgina qutulib keta olmaydigan hayotni kim berdi sizga? Qayerdan sizga keldi bu? Shoshqaloqlar darhol nima deydi? Alloh berdi, Allohning taqdiri deydi. Men aytaman, Allohga ayb to'nkashga uyalmaysizmi? Qanday haddingiz sig'adi Allohni aybdor qilishga? Alloh sizga bundan ortiq imkoniyatlarni bergan. Lekin siz ko'zingiz ko'rligi, qalbingiz ko'rligi sababli haqiqatni ko'rmaysiz. Nafsingizga doim qul bo'lib yashagansiz. Hali hanuz qulsiz. O'shaning uchun nafrat, adovat, g'azab, norozilik sizda hamisha g'olib. Bu hayotni sizga siz o'shalarni himoya qilayotgan o'sha ustozlaringiz bergan. O'shalar shunday yo'l ko'rsatgan. Chunki o'shalarni hayoti shunday. Sizga o'xshab, mana shu psixogenetika kabi zamonaviy fanlarga tosh otadigan, inkor qiladigan, yangiliklarni, taraqqiyotni istamaydigan, qoloqlik, inqirozni, tanazzulni tanlaydiganlar sizlarga mana shu hayotlarni bergan. Shu hayotga yetaklab kelgan. Mana shu botqoqqa sizlarni o'shalar botirgan. Undan boshqasiga yaramaydi ular. Chunki bilmaydi. Qoida shu, o'zida yo'q, o'zgaga bera olmas. Bularning misoli xuddiki o'rta asrlarda g'arb o'lkalarida musulmon yurtlariga borib ilm o'rganib kelganlarni o'z vaqtida omma xalq aqli qabul qilmagan. Bu biz tanimagan, biz bilmagan, bizga begona bo'lgan bir narsalar bilan keldi. Bir shunday gaplar gapiryaptiki, bir shunday ishlar qilyaptiki, ajdodlarimiz ko'rmagan bu narsalarni, eshitmaganmiz deb ruhoniylarga chopganda, shikoyat qilishganda, cherkov ruhoniylari ularni jodugar deb e'lon qilib o'tda kuydirgan. Yo buni unutdingizmi? Zamonaviy ilm fan bilan kelgan edi ular. Cherkovni inkvizitsiyasiga uchraganlar. Galiley bo'lsin, yo undan boshqasi bo'lsin,
Qanchalari o'tda kuyib ketdi jodugar nomi bilan. Siz himoya qilayotgan o'sha zikr ahlidan so'rang. O'sha diniy idoradagilar xuddi shu ishni qilishyapti hozir. Menga nisbatan o'zlari tushunmaydigan, o'zlari bilmaydigan ilmga johilona tarzda tosh otib meni jodugarga chiqarishyapti. Taraqqiyotga, ilm-fanga, zamonaviy ilm-fan taraqqiyotiga qarshilik qilib, qoloqlikni tanlashyapti. Istang ularni yo'lidan yuravering. Men sizga bekorga A nuqtangizni ko'rsatib qo'yganim yo'q. Men ham bitta ishda ko'plab maqsadlarni amalga oshiradigan insonman. Men har bir ishni, har bir gapimni, har bir maqolamni, har bir suhbatimni maqomullohda turib oldin o'tkazib olaman. Strategiyalar tuzaman. Strategiyasiz yashamayman. Bir ish qilmayman. Strategiyam yo'q bo'lsa, undan ko'ra uxlaganim yaxshi deyman. Strategiyasiz ish bema'ni ish bo'ladi. Sizni o'zingizga zarar bo'lib, oyog'ingizga bolta bo'lib kelib uriladigan ish bo'ladi. O'zingizni mabodo tanimayapsizmi? Har bir ishingizda oyog'ingizga bolta uradigan bo'lib. Siz himoya qilayotgan o'sha ilm ahllari, agar ilm ahllari deyishga loyiq bo'lsa, men noloyiq deb bilaman. Chunki ular Allohning dinini toptashdi. Diniy qadriyatlarni oyoq osti qilishdi. Maqolalarimda isbotlab berdim sizlarga. Bir emas, ikkita emas, ko'plab gunohi kabiralarini bir ishda sodir qilishganligini isbotini ko'rsatib berdim sizlarga. Bu haqiqat. Chekistlarcha mahkama qursa, cherkov rohiblariga o'xshab jodugar deb e'lon qilsa, qani bu dinga amal qilish? Qani diniy qadriyatlar? Qani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashish? Tasavvuf ahli azaldan qoida aytadi. Innama fika yazharu fi fika. Ichingdagi tilingga chiqardi. Buni tasavvuf shayxlari 1000 yil avval aytib ketgan. Neyrobiologiya, psixogenetika, psixologiya fanlari bugungi kunda ayni mana shu so'zlarni tasdiqladi, isbotladi. Buni bu mavzuga nima aloqasi bor? Juda ham aloqasi bor. So'nggi kunlarda meni sha'nimda turli xil ig'vo, bo'xton, tuhmatlar, haqoratlar tinimsiz ustimga yog'ildi. Aynan o'sha negativchilar, men haqimda salbiy fikrda bo'lganlar tillarini tiyib yurishni bilishmadi. Menga zarar yetmaydi bundan. Meni gunohimga tekinga kirsovun bo'ldinglar xolos. Gunohlarim to'kilib, darajam ko'tarilishiga sabab bo'lib berdinglar xolos. Buni zarari faqat o'zingizlarga. Endi aytinglarchi, dinimizni qaysi oyatida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qaysi hadislarida, qaysi makorimul axloqlarida siz qo'llangan haqoratlar ruxsat berilgan? Hajjatul vadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 140 mingga yaqin bo'lgan sahobalar ichida e'lon qilganlar. Inna a'radakum va dima'akum va amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada va fi baladikum hada. Albatta sizlarni obro'laringiz, qonlaringiz, mollaringiz mana shu urush harom qilingan oydagi harom kabi, mana shu shaharda harom qilingani harom shahar kabi, hurmati yuksak cheksiz haromdir dedilar.
Arafa kunida turib aytdilar. Lekin u muhtaramlar Arafadan bir kun oldingi tarbiya kunida meni sha'nimga til tekkizishdi. Gunohi kabira bo'lmay nima bu? Sizlar o'shalarni yonini olyapsizlar. Gunohi kabira qilingani ko'zingizlarga ko'rinmayapti. Ertaga Allohning huzurida nima deb javob berasizlar? Bir mo'min musulmonni sha'ni, obro'si shunchalik yengil deb o'ylaysizmi? Oson qutulib ketaman deb o'ylaysizmi? Bu obro'ni to'kish uchun istihlol qilish kerak. Kofirga chiqarish kerak. Istihlol esa aqidamizda kufr deyilgan. Kim istihlol qilsa, dalilsiz, isbotsiz bir musulmonni kofir deb obro'sini, sha'nini, qonini, molini bulg'alashni yo'l ochsa o'ziga, o'sha zahoti kofir bo'ladi degan. Istihlolni niyat qilgan zahotiyoq kofir bo'ladi, dindan chiqadi deyilgan. Dinimiz musulmonning, oddiy musulmonning, nafaqat bir ahli ilm, olim bo'lgan, xalq xizmatida yurgan olimni, oddiy dehqon bo'lgan, ishchi bo'lgan, mardikor bo'lgan musulmonni obro'sini mana shunday himoya qiladi. Sizlarni dininglarda yo'q bu narsa. Mani dinimda bor, sizlarda yo'q bu narsa. Men ko'rmadim bu narsani sizlarni dininglarda. Amalda ko'rmadim, amalda. Ana o'sha sizlar ularni yonini olayotgan o'sha ilm ahllari sizlarni xuddi quturgan itdek menga qoptirdi. Ruxsat berib qo'ydi. Birortasi chiqib, "Hoy, og'zingni tiy, haqorat qilma. Bu bizning dinimizdan emas. Bunday haqoratlash dinimizga yot. Bu beodoblik bu. Yomon xulq bu" demadi. Indamay tomosha qilib turdi. Endi shuni muqobilida meni ustimdan shuncha haqoratlar yog'ilganda, meni sevgan, menga muhabbat qilgan, menga ergashganlar churq etdimi? Qani bir qaranglarchi, shunga bir e'tibor qilib nazar solinglar. Sizlarga qarshi, haqoratinglarga qarshi haqorat bilan javob berdimmi? Nega? Chunki biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llaridan ketyapmiz. Sizlar emas. Sizlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlari yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashayotgan joyinglar yo'q. Unga xilof, ters yo'ldan yuryapsizlar. Menga ergashganlar go'zal xulq bilan xulqlanishgan. Ularga boshidayoq hamma jim bo'lsin deb men buyruq berdim. Hech kim raddiya bermasin deb. Mana shunga itoat qilishdi. Yoqmasa ham, ichidan alamlansa ham chidadi, sabr qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba-i ikromlarga mana shunday tarbiya bergan edilar. Mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday ozorlar berishdiki, unga qarshi sahobalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'zg'atmadilar. Sabr qilinglar, o'tib ketadi dedilar. Qanday aytinglarchi? Kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarida yuribdi? Sizmi, bizmi? Kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'proq sevadi? Sizmi, bizmi? Kim u zot alayhisolatu vasallamning sunnatlarini hayotda ko'proq tatbiq qiladi? Sizmi, bizmi? Kimga tosh otayotganingizga e'tiborli bo'ling, diqqat qiling. Bizga zararingiz yetmaydi. Yetkiza olmaysiz. Qo'lingizdan kelmaydi. Kuchingiz yetmaydi. Lekin nima ish qilsangiz, o'zingizga zarar bo'ladi. Agar insofingiz bo'lsa, vijdoningiz bo'lsa, aytingchi, ana shu haqoratlaringizda Allohga yaqin bo'la oldingizmi? O'sha haqoratlaringiz bilan ajr savobga ega bo'ldingizmi? Ha, deya olasizmi? O'sha zahoti iymondan chiqasiz. Shu haqoratlar bilan Allohga yaqin bo'laman, ajr savob olaman, jannatga kiraman degan niyatingiz bo'lsa, o'sha zahoti kofir bo'lasiz, dindan chiqasiz. Haromni halol qilgan hisoblanasiz. Buni istihlol deyiladi. Deya olmaysiz, iymoningizdan qo'rqasiz.
Men sizlarga sekret aytgan edim. Kishini betofiqligiga mana shu sekretlardan foydalana olmasligi ham yetarli dalil bo'ladi. Har bir ishki sizni Allohga yaqinlashtirmas ekan, aniq bilingki, u sizni Allohdan uzoqlashtiradi. Haqoratlaringiz Allohga yaqinlashtirmadimi? Aniq bilingki, u sizni Allohdan uzoqlashtiradi. Har bir ishki sizni jannat sari yaqinlashtirmadimi? Aniq biling, u sizni jannatdan uzoqlashtiradi, do'zaxga yaqinlashtiradi. Uchinchisi yo'q bu yerda. Xulosa o'zingizdan. Bu sizni tanlovingiz, sizni taqdiringiz. Bu sizni aniqlaysiz. Sizlarga men B nuqta haqida gapirmayman. Men u B nuqtani qanday qilib o'zgarish mumkin? Oson tarzda, tez tarzda B nuqtaga, siz o'zingiz yoqtirgan nuqtaga o'zgarishni menga ergashganlarga o'rgataman. Siz o'zingizni ustozlaringizdan borib so'rang. Ular bilan bir botqoqdasiz. Bemalol o'shalar ketidan yuravering. Ular aytganini qilavering. Ular bilan jannatga kira olishingizga ishonsangiz, marhamat, bemalol. Biz o'zimizni yo'limiz bor. Bizni yo'limiz zamonaviy fanlar asosida Alloh taoloni rizosi tomon erishish. Shunchaki emas. Bizni yo'limiz behisob holatda jannatga kirish yo'li. Bunga Alloh subhanahu va taolo bizga imkoniyat, fursatlarni har tomonlama bergan. Aql, fahm, farosat, tafakkurimizni ishlatgan holatda, Allohga suyangan, o'ziga tayangan holatda biz albatta bunga erisha olamiz. Chunki Alloh taoloning o'zi bizga yordamchi, o'zi inoyat qiladi, o'zi yo'l ko'rsatadi. Mana bu suhbatlarni tashkil qilishdan asosiy maqsadim ikki xil hayot borligini ko'rsatib qo'yish. Nafaqat bu psixogenetika haqida ma'lumot berish. Menga negativchi bo'lgan, salbiy ma'noda bo'lganlarning hayoti va menga ergashganlarning hayotini ikkisini qarama-qarshi qilib bir suhbatda mana ko'rsatib qo'yish. Menga ergashganlar bir paytlar sizlar kabi mana shu botqoqda edi. Bu botqoqdan chiqishni izlab qidirib yurishgan edi. Alloh taolo meni yubordi ularga. Etagimni tutishdi. Aytganlarimni qilishdi. Bergan vazifa, topshiriq, mashqlarimni bajarishdi va o'sha botqoqlardan chiqishdi. Endi so'rangchi ulardan. Sizlar yashayotgan o'sha hayotda ular yana qaytishni xohlarmikin? Aslo xohlamaydi. Unday hayotning yuziga tupurib chiqib ketgan. Unday jirkanch hayotdan ular jirkanadi. Uni unday hayotni o'zlari uchun iflos va najosat hayot deb bilishadi. Unday hayotni o'zlariga munosib ko'rishmaydi. Bu sizni tanlovingiz, sizni ixtiyoringiz va sizni taqdiringiz. Suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. Ertaga inshaalloh ayni mana shu vaqtda qalb ilmidan bir parcha haqida suhbat qilamiz. Kim istasa kelsin. Mani eshitadiganlar ham o'zi bor. Ular keladi. Ular uchun quchog'im har doim ochiq. Salbiy fikrda bo'lganlar istasanglar kelinglar. Istamasanglar o'zinglar bilasizlar. Haqiqat mana shundan iborat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.